Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Juda ham muhim xabar. 2025-yil 30-iyundan keyin Rossiyaga vizasiz kirish uchun qadamma-qadam yo'llanma. Birinchi qadam: Rossiyaga kirishdan avvalgi tayyorgarlik. O'z vataningizda bo'ladigan. Agar siz O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston yoki Qirg'izistondan bo'lsangiz, birinchi o'rinda Gosuslugi.ru ID mobil ilovasini yuklab oling. Buni men sizga ko'rsataman screenshotda qanaqa qilib ilovani yuklab olishni. iPhone uchun App Store'dan, agar telefoningiz Android bo'lsa, Google Play'dan. Ilova nomi Gosuslugi.ru ID deb ataladi. Bu Rossiya hukumati tomonidan tayyorlangan maxsus mobil ilovadir. Ikkinchi qadam: Ru ID ilovasida ro'yxatdan o'tish. Pasport ma'lumotlarini kiritish. Ism, familiya lotin harflarida bo'lishi kerak. Tug'ilgan sana, pasport raqami va muddati, Rossiyaga kirish maqsadi, turizm bo'lishi mumkin, mehnat yoki o'qish. Undan keyin safar marshrutini ko'rsatishingiz kerak. Kirish sanasi rejalashtirilgan. Qaysi shaharga kelasiz? Masalan, Moskvagami, Ufagami, Kazangami, qaysi shaharga kelasiz shuni ko'rsatasiz va kirish sanasini. Undan keyin biometrik ma'lumotlarni berishga rozilik. Barmoq izi, yuz skaneri bu chegarada olinadi. Ana undan keyin 3-qadam: QR kod olish. Ilovada barcha ma'lumotlarni to'ldirganingizdan so'ng, birinchi bo'lib sizga QR kod avtomatik ravishda beriladi. Undan keyin bu kod elektron shaklda smartfonda saqlanadi yoki chop etib olish mumkin. Undan keyin bu kod Rossiyaga kelganda, chegaradan o'tayotganda taqdim etiladi. Savol: agar menda sim karta yo'q bo'lsa, ilovani ishlata olmayman-ku deyish mumkin. Mana Rossiya kelmaganlar bo'lsa agar sim kartasi bo'lmaydi, qanaqa qilib bu Gosuslugi.ru ID ni men skachat qilib olishim mumkin degan savolga javob: to'g'ri. Rossiya mobil raqami talab etilmaydi bunga. Rossiya sim kartasi kerak emas, ya'ni Gosuslugi.ru ID ilovasida xorijiy raqamlar bilan ro'yxatdan o'tish imkoni bor. Ya'niki o'z davlatingizda ishlatadigan sim karta bilan bu ilovadan, ya'niki prilojeniyani skachat qilib olib, registratsiya qilish mumkin degani. Yoki elektron pochta orqali akkaunt ochish mumkin. Hatto agar mobil raqam bo'lmasa, sizga Google account, hammada Google account bor, yoki elektron pochta orqali kirish imkoniyati bor. Bu xalqaro sayohatchilar uchun mo'ljallangan. Chegarada nima bo'ladi degan savolga javob: qo'lingizda bo'lishi kerak bo'lgan narsalar. Pasport, ya'niki haqiqiy, действительный pasport bo'lishi kerak qo'lingizda. Oldindan olingan QR kod bo'lishi kerak. Keyin safar maqsadini tasdiqlovchi ma'lumot. Mehmonxona bron qilingan yoki mehnat shartnomasi yoki taklifnoma. Undan keyin biometrik tekshiruv. Rossiya chegarasida barmoq izlari va yuz tasviri olinadi, buni aytib o'tgandek. Mana endi muhim eslatma. QR kod Rossiyaga kirish kafolati emas. Bu degani QR kodlari bo'lsa Rossiyaga kirasizlar degani emas ekan. Ammo chegarada kerakli hujjatlardan biri hisoblanadi. Chegarachi agar shubhali holat ko'rsa, kirishni rad etishi mumkin ekan. Agar sizda smartfon yoki internet yo'q bo'lsa, Rossiyadagi do'sti, biron o'rtog'i, tanishi yoki turar joy egasi uchun QR kodni rasmiylashtirib berish mumkin ekan. QR kodni pochtaga yoki PDF qilib yuborish imkoni bor. Buni do'stlaringizga tanishtirib qo'yinglar, chunki 1 oydan keyin kuchga kirar ekan. 2025-yil 30-iyundan keyin eslatib o'taman. Sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'linglar, like, podpisatsiya isdan chiqmasa.